Joriy yilning 7-yanvar kunidan 6-fevral sanasiga qadar Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining barcha tarkibiy bo'linmalarida jamoa shartnomasining ijrosi yuzasidan hisobot konferensiyalari bo'lib o'tdi. Ana shunday 2025-yil sarhisobiga bag'ishlangan yig'ilish ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ishlari boshqarmasida ham tashkil etildi. Unda bo'linma rahbariyati, kasaba uyushmasi qo'mitasi vakillari hamda ishchi xodimlar ishtirok etishdi. Ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ishlari boshqarmasida 2025-yil bajarilish yuzasidan konferensiyamiz bo'lib o'tmoqda. Konferensiya kun tartibiga muvofiq jamoa shartnomasida belgilangan majburiyatlarning bajarilishi, xususan xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, salomatliklarini mustahkamlash, ish haqi va ijtimoiy kafolatlar, mehnat muhofazasi kabi yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan batafsil hisobotlar tinglandi. Shu bilan birga belgilangan bashorat ko'rsatkichlarining bajarilishi, yoqilg'i energiya resurslarini tejash hamda butlovchi va ehtiyot qismlaridan samarali foydalanish borasida bajarilgan ishlar tahlil qilindi. Joyiga chiqib, raskomadrovkalarda hammasida ishlar bilan alohida suhbatlashgani, injinerlik rabotlar bilan maslahatlashganlarning orqasida har bir murojaatlarimizni ko'ryapmiz. Bu o'zimizni yurib xodimlar bilan kirganimizdagi murojaatlarimiz bular va bajarilgan. Yig'ilish davomida ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ishlari boshqarmasining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi tomonidan 2025-yil mobaynida tarkibiy bo'linmada tashkil etilgan tadbirlar, ishchi xodimlarga yaratilgan shart-sharoit va imtiyozlar bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari kasaba uyushmasi qo'mitasining har bir komissiyasi faoliyati bo'yicha hisobotlar tinglanib, delegatlar o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tishdi. Ko'rgazma qurollarimiz, nagliyatni пособие deymiz, plakat, bannerlarimiz ham yangi formatda bo'lishi kutilmoqda. Yig'ilishda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati korxonalari kasaba uyushmalari hisobot konferensiyasiga delegatlar saylanib, boshqarmada jamoa shartnomasining bajarilishi qoniqarli deb baholandi. Mas'ullar tomonidan 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar, xususan ishchi xodimlarning huquq va manfaatlarini kafolatli himoya qilish, ularning turmush darajasini oshirish, tibbiy va madaniy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash hamda xavfsiz mehnat sharoitini ta'minlash masalalari belgilab olindi.